Bir qishloqda bir quduq bor ekan. O quduqda hamma qishloqdagilar suv olib ichar ekan. Kunlardan bir kuni quduqqa chelak tashlaysa, faqatgina arqonni o'zi chiqib kelaveribdi. Bu holat ko'p takrorlanibdi. Qishloqdagi hamma hayron bo'libdi-da, yig'ilib sababini izlay boshladi. Shunda qishloqdagi yosh katta oqsoqollar aytibdiki, qishloqdan yoshroq bir yigit quduqqa tushsinda, nima uchun faqat arqonni o'zi chiqib kelayotganini sababini bilib chiqsin debdi. Shunda bir yigit o'rnidan turib, "Mayli, quduqqa men tushib chiqaman. Faqat belimga bog'langan arqonni bir uchini akam ushlab tursin" deb qishloqdagilarga shart qo'yibdi. Qishloqdagilar hayron bo'libdi, yigit shartiga rozi bo'libdi-da, boyagi yigitni akasini chaqiribdi. Boyagi yigit arqonni beliga bog'lab quduqqa tushibdi. Arqonni bir uchini esa akasi ushlab turibdi. Yigit quduqqa tushib qarasaki, bir daraxt shoxiga chelak ilinib qolib, chelak pastda qolib ketayotgan ekan. O'sha shoxni sindiribdi-da, boshiga bog'lab, tepaga tortishlarini so'rabdi. Tepada arqonni tortib turgan odamlar yigitni tepaga tortar ekan, shomdan o'tgan, qorong'i tushgan, g'ira-shira bir payt ekan, yigitni boshidagi shoxni ko'rib, tepaga maxluq chiqyapti deb sarosimaga tushib arqonni tashab qochishga harakat qildi. Ukasini joniga achingan, ukasini holidan xavotir olgan aka arqonni qo'yib yubormabdi. Oxirigacha ukasini tortib, bir amallab tashqariga chiqarib olibdi. Buni ko'rgan qishloqdagilar o'shanda tushunib yetgan ekan. Yigit nima uchun arqonni bir uchini akasi ushlab turishi kerakligini so'raganini. Endi hozirgi paytda ko'pgina aka-ukalar arzimagan narsalar deb bir-biridan voz kechib ketyapti. Mehr-oqibatda o'sib ketyapti. Bir-birini holiga achinmayapti. Bir-biriga qaramayapti-da. Bir qorindan tushgan aka-ukalar boshqa bir qorindan tushgan bir ayolni gapiga kirib, aka-ukachilikni uzib yuboryapti-da. Mana shu narsa sizlarga saboq bo'lishi uchun, mana shu narsa sizlarga o'rnak bo'lishi uchun men mana shu hikoyani aytib beryapman-da. Ko'pgina aka-ukalar mehr-oqibatni uzib yuboryapti. Biz qanday aka-uka bo'lishimiz kerak? Mana shunaqangi ukamiz quduqda qolib ketsa, o'ylanmasdan izidan quduqqa tushib, ukamizni olib chiqadigan aka bo'lishimiz kerak. Yoki da uka bo'lishimiz kerak. Mana shu holat